Bermayman men pishaysan, bittagina pishaysan. Yo'limdan qoch dedim. Kerak emas. Boshga bitgan balo bo'ldi, kerak emas. Yo'qotaman. To'xtang, bittagina pishaysan. To'xtang, bittagina pishaysan. Qoch yo'limdan. Bittagina pasport olsa nima bo'ladi? Balamday bo'lib qoluvdi, pishaysan mana mayli qo'ydim. Balamday bo'lib qoluvdi. Endi qanday yashayman? Xotinjon, mana Xudoga shukr. Mushukdan ham qutuldik. Xo'p, yakshanba kuni qo'ymonlarni sotib oldik. Kecha itimizni karislarga berib olib qutuldik. Mana hozir mushukni yo'qotdim. Xullas, uyda bironta ham jonzot qolmadi. Menga qarang, shu bitta pishaycha qolsa bo'lardi-da shu uyga. Seni shinni gul desam, jinni gul ekansan. Ha? Bitta qoshing qani? Qo'sh. Qo'shcham joyiga-ku, kiprichading. Hay, kiprichangda. Kipricham ham yo'qotdi mana. Voy, menga qara. Ha. Jinni gul. Jinni gul emas, jinni gul. Qara. Shu turib qo'yay. Ertaga mana shu uyingda nimaiki jonzot yashayotgan bo'lsa, har bir jonzot uchun pasport olasan. Pasport ol degani bu propiskaga qo'y degani. Propiskaga qo'ydingmi, o'z-o'zidan har bitta propiskadagi jonzot uchun musulga, axlatga pul to'laysan, bilasanmi? Ha, o'tirib turayman shunisi. Har bittasi uchun yer solig'i uchun nalog to'laysan. Har bittasiga sug'urta to'laysan, mushugingga ham, mol qo'yingga ham, hammasiga. Poliklinikaga ham uchotga qo'yasan. Ertaga pishaging, mushuging 5 talab tug'ib bersa, peshovga ham metrga olish kerakmi? Ha, olish kerak. Ha, xo'p, o'sha 5 ta mushukning bolasiga otasi kim desa nima deysan? Ha, to'g'ri, men qayerdan bilaman uni otasi kim degan. Shuning uchun Xudoga shukr de, hammasidan qutuldik. Mana uyda endi hech qanaqangi jonzot qolmadi. Xudoga shukr. Ancha qiyin bo'lyapti. Dadasi, ana qarang. Qarang. Pashasani ham jo'ra bor. Xotin, hayda. Ke. Hayda uni.